Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayvor romlarimizni, uстановкalarini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz, qadrli kuzatuvchilarimiz, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumaniga o'rnatib berdik. Bu xonadonimizni oldi ayvonning uzunligi 22 metr. Qadrli kuzatuvchilar, 22 metr joyiga rom tayyorlab o'rnatib berdik. Romimizning bo'ylari 3 metr. Alohida tumba qilib urilgan ekan. Har bitta oraliqlarimiz mana 3 metrdan, enlari 3 metrdan, romning bo'ylari ham 3 metr. Bu yerda jami ikkita eshik uстановка qilindi. Bu tomoniga, oldi tarafiga 2 qanotli eshikdan bitta eshik uстановка, oxiriga chiqishga bitta yakka qanotli eshik uстановка qilindi. Bu ishimizni Akifani originalidan Zolotoy dupidan tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Oynalari bir qavat oq oyna solingan. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham go'zal holatda ishimizning ichki taraflarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu yonbosh tarafi chiqishdi. Bu tomoniga bitta yakka qanotli eshik uстановка qilindi, chekkadan chiqishga xod qilindi. Bu tomoni ham keyinchalik yana mana shu xonadonning joyi ekan. Bu tomonga chiqqani darvozaxona qo'yiladigan joy. Eshiklarning zamovlari ham har doimgidek Turetskiy DVG original zamovlardan o'rnatib berdik. Mana xudo xolasa hamma yo'g'i go'zal holatda. Girovkalari ham sotki. Romlarimizga ham oshma-boshilar 1, 2, 3, 4 tadan qo'yilgan. Ruchkalari ham Turetskiy yaxshi ruchkalardan foydalanildi. Hamma yo'g'i xudo xolasa go'zal holatda. Ishimizning choylari ham mana mehmonlar ko'rishinglar mumkin. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa juda ham chiroyli holatda keltirilgan. Mana ichki holatlar. Uyimizda ozgina pastki qismida, yer qismida uklon bor ekan. Endi tepa liniya tekis, tepaga liniyaga yopishtirilib tekis holatda rom o'rnatildi. Endi bu tomoni pastki holatlari endi remont bo'ladigan holatda ekan. Shu hisobiga mana g'ishlari, lekin bitta uruvinga qo'yildi. G'ishlari nari oldi taraf 4 qator, bu tomoni 6 qatorga mana to'g'ri kelyapti. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli bo'ldi. Bu oldi tarafiga 2 qanotli eshik uстановка qilindi. Bu eshigimizning razmeri eni 1.40 sm. Xudo xolasa buni ham ochilib yopilishi hamma yo'g'i go'zal holatda. Mana qadrli kuzatuvchilar, общий mana katta uyda oldi rom bo'lgan. Bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, общий narxi 45 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'linglar, like, podpiskalar ayamaysizlar degan umiddamiz. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa xizmatdamiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.